Hindistonlik erkak qasami tufayli 5 yildan beri tik turib yashamoqda. Ijtimoiy tarmoqlarda Davlat Giriji Maharajning so'nggi 5 yildan buyon bir daqiqa ham o'tirmasdan hayot kechirayotgani keng muhokama qilinmoqda. U ruhiy poklanish va Shiva ma'budiga bag'ishlangan Khadya Tapasya amaliyotiga amal qilmoqda. Maharaj nafaqat o'tirmaydi, balki oyoqlarini ham cho'zmaydi. Hatto u maxsus tayanch moslama yordamida tik turgan holda uxlaydi. Subhanalloh. Inson hayratda qoladi. O'z qo'llari bilan yasagan butga sig'inadigan yoki hayvonlarga sig'inadigan insonlar o'shalar qarshisida turib qasam ichadigan bo'lsa, ana shu qasamlarga sodiqlikni lozim tutishmoqda. Garchi yillar davomida qiyinchilik cheksa ham. Endi biz musulmonlar o'zimiz holatimizga qaraylik, ta'ammul qilaylik. Bir but sanamga sig'inadigan kishi shunchalik budiga nisbatan qasamda sodiq bo'lsa, yoki bir hayvonga ibodat qiladigan kishilar o'z so'zlarida shunaqa qasamlarda sodiq bo'lib, butun mashaqqatni mashaqqat demasdan, garchi u mashaqqat botil yo'lda bo'lsa-da, garchi u mashaqqat nohaq yo'lda bo'lsa-da, o'sha va'dalarga vafo qilyapti. Endi sizni biz Alloh taologa bergan va'dalarimizga, qasamlarimizga vafo qilyapmizmi? Qiyinchilikka tushib qolsangiz, qiynalib qoladigan bo'lsangiz, iztirobga tushib qolsangiz, Robbil alaminga duo qilasiz. Va'dalarni berasiz, qasamlarni ichasiz. Robbim, agar shu mashaqqatdan meni olib chiqadigan bo'lsang, albatta o'zingga toat qilaman, o'zingga go'zal ibodat qilaman, senga osiy bo'lmayman deysiz. Alloh taolo sizga yengilchilik berib, duolaringizni ijobat qilgandan keyin yana o'z yo'lingizda hayron tentirab yurasiz. Kasallik kelib qoladigan bo'lsa, Robbim shifo bergin, senga ibodat qilaman, senga taqvo qilaman, bu sog'ligimni qadriga yetaman deysiz. Lekin Alloh shifo bergandan keyin unutib olasiz. Boylik, davlat so'raysiz. Bu boylik, davlatni bersang Robbim, o'z yo'lingda infoq, ihson qilaman, o'zingni rozi qiladigan amallarda qoyim bo'laman deysiz. Lekin Alloh taolo boylik bergandan keyin o'zingizni oliyga ko'tarib, insonlarni mensimasdan, insonlarni yerga urib, o'zingizdan bir nimadir yasab olasiz. Allohga bergan va'dalarimiz, vafolarimiz qayerda qoldi? Farzandingiz yo'q bo'lgan paytlari Robbingizdan farzand so'raysiz. Robbim farzand bergin, ismini falon qo'yaman, fiston qo'yaman, o'zingga ibodatli qilib tarbiyalayman, seni toatingda mustahkam bo'laman Robbim, menga bir soliha farzand bergin deganingizda Alloh taolo ijobat qilgandan keyin qanchalaganlarimiz Robbimiz ne'matini unutib, oddiy maxluqlarga nisbat beradigan bo'lib qolmadikmikin? Alloh taolo bergan ne'matlarni Alloh yo'lida sarflaymiz deb, keyin boshqa yo'lga, nafsimizga, havoyimizga, Allohni norozi qiladigan yo'llarga sarflab qo'ymayotganmizmikin? Farzandlarimizni Alloh toatida o'stiramiz deb, farzandlar ulg'aygandan keyin, Alloh taolo ularni rizq qilib bergandan keyin, Allohning toatdan yiroq bo'lib yursa ham, ibodatlardan chetlanib yuradigan bo'lsa ham, Alloh taoloning ibodatiga egilmasdan, balki Alloh taologa osiy bo'lib yurgan bo'lsa ham, tek tashab Allohga bergan ahdlarimizni unutib qo'ymadikmikin? Nima bo'lgan taqdirda ham Jabroil alayhissalom Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurlariga kelib, 3 aytgan narsasini yodimizdan chiqarmasak bas. Uki, ya Muhammad, ichmashid fa innaka mayyit. Ey Muhammad, xohlaganingizcha yashang, baribir bir kun o'lasiz dedi. Xohlaganingizcha yashang, baribir bir kun o'lasiz. U yaxshi amal qilib yashaysizmi, yomon amal qilib yashaysizmi, baribir o'lasiz. Va ahbib man shit fa innaka mufariqu. Xohlaganingiz yaxshi ko'ring, albatta siz undan bir kun kelib ayrilasiz. Insonlarga qarasangiz, bir o'ziga o'xshagan maxluqni deb Robbisiga bo'lgan muhabbatni, Robbisiga bo'lgan toatni unutib yuboradi. Dunyo zeb-ziynatlarga kirib ketadi. Ana shu ma'shuqasini, yaxshi ko'rganini rozi qilishlik uchun butun borini beradi. Lekin Robbil alamin unga shuncha ne'matni bersa-da, Robbil alaminga vaqt ajratishlikka uning vaqti yo'q. Lekin baribir undan bir kun kelib ayriladi. Shuning uchun Ali radhiyallohu anhu qabristonga kiradigan bo'lsa, qabr ahllari, sizlarda nima yangilik? Bizlardagi yangilik, ayollaringiz nikohlanib ketdi, farzandlaringiz tarqalib ketdi, boyliklaringiz taqsimlanib ketdi deb aytgandi. Bizdan qolayotgan hamma narsa albatta taqsimot va ajralishga ro'baro bo'ladi. Va uchinchi aytgan narsasi, xohlagancha amal qiling.
yaxshi amal qilasizmi, yomon amal qilasizmi? Albatta unga ko'ra hisob-kitob qilinasiz. Lekin bilingki, mo'min kishining sharafi tungi tahajjudidadir va uni izzati insonlardan behojatligidadir dedi. Mana shu so'zni unutmang. Har bir inson Robbisiga yo'liqadi. U zotga borib hisob-kitob topshiradi. O'sha kunda qanday holatda bo'lishligini ixtiyor qiladigan bo'lsangiz, hayotda shunaqa yashang.